Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli qarindoshlar, oldi bilan biz diqqətinizə bu hafta huzurunuzda bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tunishtiramiz. Bu hafta xabar diqqətinizdə İstanbuldagi Uyg'urlar Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Qurban hayitini, ulug' Qurban hayitimizni hammadan bir yag'ijam bo'lib, cho'ng kichik bir yag'ijam bo'lib qutladi. Shundaqli xabarimizda Boydagi Ko'mirkon voqeasi haqidagi xabar. Hammalarga ma'lumki, vatanimizda soni texi aniq emas 20-30 atrofidagi qarindoshimiz 18-sentabr Xitoy tajovuzchilariga hujum qilgan bu hujum bugun 14 kun bo'lganiga qaramasdan texi birsi tutilgan yo'q. Xitoylar tarafidan o'lganlar eng az bo'lganda 50 yuqorisi 70-80 bo'lishi mumkin. Bu xabarlar bo'ldi. Shundaqla xabarimizda Xi Jinpingning Amerika ziyorati. Xi Jinpingning bu qatimqi Amerika elib borgan rasmiy ziyorati nəhayət qattiq norozilik namoyishlari bilan birga o'tdi. Xitoyga faqat Uyg'urlar emas, balki Tibetlar va boshqa Xitoyga qarshi tashkilotlarning hammasi nəhayət qattiq norozilik bilan o'tdi. Shundaqla Xi Jinpingning ayol boshliqlar yig'iniga riyosatchilik qilishi intayin ig'ir tanqidga uchirdi. Shundaqla buning dunyoga nisbatan bir numus ekanligi. Chunki Xitoyda eng huquq dafsanda qilinayotgan bir Xitoydagi bir davlatda bu yig'inga masalan bu Xi Jinpingning riyosatchilik qilishi dunyoga nisbatan numus ekanligi bildirildi. Shundaqla xabarimizda Rossiya kurashchi aeroplanlari Suriyada hujum boshladi. Kimga hujum qildi? Asadga qarshi urushayotgan muxolif kuchlarga hujum qildi. Rossiyaningki parlamentidan Suriyada harakat elib berishga qo'shilib tasdiqlangandan keyin bir qancha soat o'tmaydan Rossiyaning kurashchi aeroplanlari Suriyada bombardimonni boshladi. Bu xabar diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Xitoyda zanjirsimon portlash yuz berdi. Ya'ni 30-sentabr va 1-oktyabr Xitoyning davlat bayrami o'tkazilgan shu kunlarda 2 kunda jami 18 qitim portlash yuz berib, Xitoyning har xil yerda doktorxona bo'lsin, hukumat organlari degandek yerlarda portlash yuz berdi va xabarimizda bu va bundan boshqa ko'plagan xabarlar diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İstanbuldagi Uyg'urlar Qurban hayitini birlikda o'tkazdi. İstanbuldagi Uyg'urlar Qurban hayitini Türk dunyosi bag'isida birlikda o'tkazdi. Qurban hayitining 2-kuni, ya'ni 25-sentabr juma Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan İstanbuldagi Uyg'urlar Topkapi bag'chisiga joylashgan Türk dunyosi Zinnat restoranida birlikda hayitlik ziyofat o'tkazdi. Qurban hayit va qarindoshlik uchrashuvidan iborat qo'sh ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining idora hay'at rahbarlari, a'zolari, İstanbul yashayotgan koni yangi Uyg'urlar qatnashgani sirti yana Yevro Asiya Türk Cemiyetler Birleşmesi'nin reisi İsmail Çingiz, Xalqaro Advokatlar Birliği'nin baş katibi Profesör Necati Ceylan, Hindistan'dan gelgen kişilik hukuk faaliyetçisi Abdulatif Efendi ve bir qancha nafar Türk teklif bilan qatnashdi. İstanbul Topkapı'daki Türk dünyası bağışsız joylashgan Zinnat restoranı ichiga ayollar uchun, o'ylisiga erlar uchun ayrım dasturxon hazırlandı. Hayit ziyofati Qur'on tilovati bilan boshlangandan keyin Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon ko'pchilikning hayitini tabrikladi va taklif bilan qatnashgan mehmonlarni tanishtirib o'tdi. U bu yig'ilishning faqat Qurban hayitla emas, balki yana qarindoshlikdek muhim bir ma'noni o'z ichiga olganligini aytdi. Hozir aramizda cho'nglardan Sharq Turkiston ma'rifat yashayotgan peshqadam cho'nglarimiz bor. Sharq Turkiston Sürgün hükümetini temsil qilgan İsmail Cengiz Bey Efendi aramızda var. Çoğunlarımızdan Türkiye'de, barlık Türkiye'deki ictimai cemiyetler birlikinin sabiq reisi ve hazır xalqaro insan hakları koltuğucusu cemiyetininki reisi Necati Bey aramızda. Hindistan Müslümanlarını temsil edilen Hindistan Müslümanlarının yardım ve insan terbiyeleş cemiyetini yeteklayotgan cemiyet başlığı Abdulatif Efendi var ve aramızda Abdülkadir Hacim, Abdülkadir Yapcan, Hacim Akimiz ve başka barlık çoğunlarımız bizimle birlikte oturuptu. Onlarını tekrar kadem teşrifleyenlikler için rahmet eytimiz. Arkadan dini alim Abdülhakim Mahsum Hacim, cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan ve teklif bilan qatnashgan mehmonlardan ba'zilari so'z qilib, ko'pchilikning hayitini tabrikladi va Sharq Turkistonda mushunda xotirjam holda hayit o'tkazish fursatidan mahrum qolgan
milyonlagan qarindoshlarimizning borligini eslab o'tib, ularga duo qildi. Tamoq ziyofati jarayonida jamiyat qarmog'idagi Zaytinburni va Safoko'y Qur'on kurslaridan kelgan o'smirlar Qur'on o'qish, she'r deklamasiya qilish, nasr o'qish qatorliq numurlarni ko'rsatdi. Allah emir kılgandek, kilanlar birge bolaylı, ayrılmazsın yaşaylı, şeytanlarla mat kılıp, Allah'ını hoş kılaylı. Sharq Turkiston temasida hissiyotliq va jonliq o'qilgan nasr ixtiyorsiz holda hammalarning qalbidagi vatan muhabbatini uyg'otib, ko'zlarga issiq yosh olg'izdi. Ana vatanim, qara, bu yerde senden neçe min kilometre yiroqlikdagi bir yurtda biz çoğun kichik er ayol, bola va nevrilar bir yerga jam bo'lib, Qurban hayitimizni tabriklayotimiz. Bir-birimizga eng güzel tilaklarni tilavatimiz. Shundaqla sening bag'ringda o'rgangan ona tilimizda, seni asitdigan kiyimlarni kiygan holda shod-xuram hayitlashyapmiz. Oxirida jamoat arbobi Abduqodir Yapjanning boshchiligida duo qilindi. U duosida Sharq Turkistonda Xitoy ishg'olchilariga qarshi kurash qilayotgan va turmalarda yetayotgan qarindoshlarimizni eslab o'tib, Rabbimizdan g'albi nusrat tiladi. Xitoydan iborat bu rezil dushmanni, bu sening dushmaning va insonlik va musulmonlik, Qur'onning va haq adolatning dushmani bo'lgan, axloqning dushmani bo'lgan bu dushmanni qaytadan yangidan dushman deb tunudiq ya Allah. Sen tunutqanliging uchun ya Allah, sana cheksiz ham sanolar aytamiz ya Allah, alhamdulillah. Ey Allah, bizning qalbimizni iymon bilan, islom bilan, solih amal bilan nurlantirsin. Biz Qurban hayit bayrami munosabati bilan bu faoliyatga qatnashgan ziyolilardan doktor Ataulloh Shahyor, Uyg'ur ziyoli Abdurashid Abdulhamid va Abdul Ahad Abdurahmon Adil Abdulg'affur apandilar bilan suhbat elib bordik. Baydagi ko'mir konga hujum qilish voqeasining bir qism tafsilotlari. 18-sentabr Aqsuning Bay nahiyasi So'g'an ko'mir kenda Uyg'ur fidoilarining Xitoy kon ishchilariga va saqchilarga qilgan hujum qilish voqeasining bir qism tafsilotlari oshkorlanmoqda. 18-sentabr tong saharda Aqsuning Bay nahiyasi So'g'an ko'mir kenda Uyg'ur fidoilarining Xitoy kon ishchilariga va saqchilarga hujum qilish voqeasi yuz bergan. Voqeadan keyin voqeada 40 ta kishining o'lganligi, fidoilarning taqqa chekinib chiqib ketganligi, Bay nahiyasi va Aqsu tavasida qattiq bexatarlik tadbirlari elinayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Erkin Osiyo radiosining dalillagan uchurlaridan ma'lum bo'lishicha, bu qatimqi hujumda oz deganda 50 dan ko'p odam o'lgan. Ularning 5 nafari voqea yuz bergan Terak bozorlik saqchixonaning xodimlari ekan. Uyg'ur fidoilarining soni 20-30 atrofida ekan. Fidoilarning salohiyati va ularning orasida shahid bo'lganlar bor yo'qligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Egallanishicha, fidoilar 18-sentabr saharda oldi bilan Bay nahiyasi Terak bozoridagi So'g'an ko'mir kenda vazifa o'tayotgan amalli xodimlari va kon xo'jayinlariga hujum qilgan. Orqadan ahvolni Terak bozorlik saqchixonaga ma'lum qilgan va saqchilarning kelishini kutgan. Saqchilar bir avtomobilda yetib kelganda fidoilar ko'mir bosilgan avtomobil bilan saqchi mashinasini so'qqan va saqchilarga pichoq va kaltaklar bilan zarb bergan. Fidoilarning yana konning kapsul va o'q-to'ri saqlangan iskilotni qo'rshovga olganligi ma'lum. Voqea yuz berganiga 12 kun bo'lgani qaramay fidoilar texnicha tutilmagan. Ma'lum bo'lishicha, fidoilarning tutilmasligiga ular chekingan tog' yo'llarining murakkab va xatarlik ekanligi, fidoilarning mazkur yo'llar bilan puxta tunishligi, shundaqla ularning o'lgan saqchilarning qurolini o'lja olganligi qatorliqlar sabab bo'lgan. Charlash tog'ning Terak bozor yoqasidan Qorabog' yezi yoqasiga qarab kengaygan. Navbatda Bay nahiyasining Terak bozor, Bulung va Qorabog' yezisidagi kent markazlarida ayollar to'planib charlag'uvchilarga tomoq etishga selinsa, yoshlar do'qmush-do'qmushda navbatchilikka qo'yilmoqda. Oxirgi ma'lumotlarda voqeada o'lgan saqchilardan 4 nafarning kimligi aniqlandi. Bulardan saqchixona boshlig'i Wufeng 45 yosh, Shavxu 28 yosh, Zoir 28 yosh, Zokirjon 27 yosh bo'lib, bular voqea yuz bergan tabalikdagi Terak bozorlik saqchixonaning xodimlari ekan. Bular voqea yuz bergan kuni voqea maydoniga yaqinlashgan chog'ida yo'l ustida kutib turgan fidoilarning hujumiga uchragan. Doirlar hozirgacha voqeada o'lgan va yaralangan saqchilarning kimligi haqida ommaga hech qanday ma'lumot bermadi.
Xitoy Sharq Turkiston ishg'olining 66 yilligini tabriklamoqda. İşğalçı Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston ishg'olining 66 yilligini tabriklab, davlat miqyosida turli faoliyatlarni elib bormoqda. Buningga qarata Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bayonot e'lon qildi. İşğalçı Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston ishg'olining 66 yilligini tabriklab, davlat miqyosida turli faoliyatlarni elib bormoqda. Atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yilligi xotirlangan bu yil amaliyotda Sharq Turkiston ishg'olining va Sharq Turkiston Jumhuriyatining Xitoylar tarafidan yiqitilganligining 66 yilligidir. Xalqimiz 1944-yili millatchi Xitoy hozirgi Tayvan hokimiyatini mag'lub qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirdi. Lekin buningdan bearam bo'lgan Stalin rahbarligidagi Sovet ittifoqining yordami bilan Xitoy kommunistlari Sharq Turkiston hukumatining Ahmadjon Qosimiy qatorliq 8 rahbarini aeroplan qazosida nomida yo'qotib, Sharq Turkiston hukumatini qo'lga keltirib oldi. 1955-yili 1-oktyabr bu rayonga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan nomni berdi va Sharq Turkiston Xitoy kommunist hokimiyatining kontrolligiga o'tdi. Bugun Sharq Turkistonliklar uchun ishg'ol ostiga tushib qolgan kun. Xitoy bu kunni Uyg'urlar uchun qo'sh bayram deb e'lon qilmoqda. Bu kunni Xitoy Uyg'urlarni ozodlikka erishtirgan kun deb ahmoqona davrang silish orqali Uyg'urlarni oldirmoqchi bo'lyotdi. Buning bilan Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish va zulmlarni yushirishga urinmoqda. Sharq Turkiston xalqining haq-huquqlari qo'ldan tortib olingan, bostirish va zulm ostida qon yig'layotgan, nolifaryatlar yer zaminini titratayotgan, butun Uyg'urlar Xitoy tarafidan dushman deb e'lon qilingan, chatki qilgan va haqoratga uchrayotgan bir sharoitda Xitoy nomussizlarcha Sharq Turkiston ishg'olining 66 yilligini va atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yilligini tabriklamoqda. 1-oktyabr Uyg'urlar uchun qo'sh bayram emas, dal aksicha ishg'ol ostiga tushib qolgan kundir. Sharq Turkiston hukumati qo'ldan ketgan, minglagan rahbarlarimiz o'limga hukm qilingan, minglarcha kishi qamoqqa mahkum bo'lgan va Sharq Turkiston tarixiga dog' tushgan bir motam kunidir. Biz Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bo'lish sifatimiz bilan Xitoy ishg'olini hech bir vaqt qabul qilmaymiz. 1-oktyabr Uyg'urlar uchun bayram emas, ishg'ol qilingan kundir. Xitoy ishg'olini unutmaymiz va unutildirmaymiz. Sharq Turkiston mustaqil bo'lganga qadar kurashimizni davomlashtiramiz. Sharq Turkistonning hamon bir kuni mustaqil bo'lganligiga ishonchimiz komil. Uning uchun ikkilanmasdan, to'xtamasdan, umidsizlanmasdan kurashimizni davomlashtiramiz. Bu yerdan butun dunyoga xitob qilamizki, Xitoyning ko'z bo'yamchilik siyosatiga ishonmanglar. Sharq Turkiston 1949-yili ishg'ol qilindi. Sharq Turkistonning asli sohiblari bo'lgan Uyg'urlar Xitoy ishg'olchi kuchlarining zulmiga uchrayotdi, bostirilyotdi. Bu bostirish va zulm to'xtaganga qadar, ishg'ol oxirlashganga qadar Sharq Turkistonliklar Xitoyga tiz bukmasdan ko'rishini davom qiladi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati idora hay'ati. Xitoy vakillar o'makining boshlig'i qattiq qo'l bo'lishini talab qildi. Xitoy siyosiy kengashining raisi Yu Jingshin vatanimizni ziyorati bo'ldi va diniy zotlar va o'quvchilardan dinni Xitoyning sotsializm safsatasiga uyg'unlashtirishni talab qildi. Shundaqla ishg'oliyatni qabul qilmagan Uyg'urlarga boshdan oxir yuqori besimli qattiq zarb berish holatini saqlab qolishni talab qildi. Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Xitoyning Sharq Turkistonga avatgan vakillar o'makining boshlig'i Yu Jingshin Qashqarda ziyorati bo'ldi va qattiq qo'l bo'lishini talab qildi. Xitoy tarafidan Sharq Turkistonga atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini tabriklash faoliyatlariga qatnashish uchun avatilgan vakillar o'maki 25-sentabr Urumchiga yetib kelib faoliyatlarini boshlagan. Bu o'mak avval Urumchida Islom dini instituti va Xinjiang universiteti qatorliq o'rinlarda faoliyat elib borgandan keyin 5 turkumga bo'linib atalmış Xitoyning g'amxo'rligi, milliy siyosatning afzalligi qatorliqlarni Sharq Turkistonning yerlik xalqlariga yetkazish maqsadida ayrim holda Sharq Turkistonning janub-shimolidagi viloyat oblastlarga borgan. Xitoy ishg'olchilarining vakillari o'maki 25-avgust Urumchiga yetib kelgan bo'lib, shu kuni atalmış Islom dini instituti va Xinjiang universiteti qatorliq o'rinlarga borgan. Atalmış Islom dini institutida Yu Jingshin diniy zotlar va o'quvchilardan dinni Xitoyning sotsializm safsatasiga uyg'unlashtirishni talab qilgan. Din sohasidagi zotlar va o'quvchilardan, shundaqla universitet o'quvchilaridan Xitoy kompartiyasiga sodiq bo'lishni talab qilgan. Xinjiang universitetida o'quvchilardan Xitoy sotsializmi, Xitoy kommunistlari uchun texmi yaxshi mulozimat qilishni talab qilgan.
Yu Jingshin 26 sentabrdan boshlab Xitoy ishg'olchilarining Sharqi Turkistondagi vakili Jang Chunshanning hamrohligida Qashqar, Yakan qatorliq joylarda ziyorati bo'lgan. Yu Jingshin Qashqarning jamiyat muqimligi va uzoq mazgillik amilligini barliq xizmatlarning chiqish nuqtasi qilishni, boshdan oxiri yuqori besimli qattiq zarb berish holatini saqlashni talab qilgan. U yana jamiyat muqimligi va uzun mazgillik amillik Xinjiang xizmatining asosiy nishoni deb ko'rsatgan. U yana diniy zotlardan asabiylikka qarshi turishda boshlamchilik roli o'ynashni talab qilgan. Xitoyning atalmish avtonom rayon qurilganligining 60 yil bo'lgan mazgildimi bu rayonda kuchab yuqori besimli siyosat yurgizishi bir qism xalqaro matbuotlarning va faoliyatchilarning diqqatini qo'zg'adi. Al Jazeera, Yahoo, Reuters, Dengiz bo'g'izi vaqt gazeti qatorliq matbuotlar Yu Jingshinning yuqorqi so'zlarini va Janubiy Xinjiangni bo'lgunchilikka qarshi kurashning asosli bazasiga aylantirish kerak degan so'zlarni naql keltirib, Sharqi Turkistondagi muqimsizliklar va chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilarining bu vaqtdagi qarashlari haqida ma'lumot bergan. Yahoo to'rida e'lon qilingan maqolada Xi Jinpingning Amerika ziyorati jarayonida Oqsaroy oldida Uyg'urlarning Xi Jinpingga qarshi namoyish qatnashganligi alohida eskartilgan. Uyg'ur oilalarining Suriyada o'ltiraqlashganligiga oid film tarqatildi. Bosh shtabi Amerikaning Washington shahrida bo'lgan O'rta Sharq Media tadqiqot institutining to'rida Uyg'urlarga o'p-uchuq tuhmat qilgan film o'ttirga chiqdi. Bosh shtabi Amerikaning Washington shahrida bo'lgan O'rta Sharq Media tadqiqot institutining to'ri bo'lgan www.memory.gttm.org to'r betida 30 sentabr Uyg'ur oilalarining Suriyada o'ltiraqlashganligiga doir qisqa film tarqatildi. Buningdan bir qancha kun burun bir qism Isroiliya taratqullari Suriyada jangga qatnashayotgan Xitoydan kelgan Uyg'urlarning borligini, agar Bashar Asad talab qilsa, Xitoyning askar avatish ehtimolligi borligini ilgari surgan edi. Isroiliya matbuotlarida yana Xitoyning Suriyaga harbiy paraxod va askar avatayotganligi o'tirib qo'yilgan edi. Filmda Suriyada urush portlagandan buyon minglagan turkistonlikning Suriyada o'ltiraqlashganligi tilga olingan. Xitoydan kelgan Uyg'urlarning suriyaliklarni mahallalardan chiqarib etib, o'zlari o'ltiraqlashganligi, Al-Nusra frontining va turk istixborotining buningga ko'z yumganligidek reallikka uyg'un bo'lmagan qarashlari o'tirib qo'yilgan. Iroq Sham islom davlatining necha ming turkistonlikni Riqqa shahrining Abyad rayonida o'ltiraqlashtirganligi va Deyri Zo'rga avatganligi ilgari surilgan. Abu Bakr Bag'dodiyning maktablarida va mashq bazarida necha o'nlagan turkistonlik bolalarning tarbiyalanayotganligi tilga olingan. Filmda Istanbulda 20 ming turkistonlikning turk istixboroti tarafidan tashkillanayotganligidek o'p-uchuq tuhmat o'ttirg'a qo'yilgan. Filmda Turkiston Islom partiyasining avval Suriyada urush qildigan, oz kundan keyin Turkistonga qaytadigan bir armiya tayyorlayotganligi aytilgan. Isroiliya vaqti to'rining 28 sentabrdagi sonida agar Bashar Asad talab qilsa, Xitoy Suriyaga askar avatidi mavzuliq maqola e'lon qilingan. Maqolada Asad hukumatining Suriya zaminining aran 3dan 1ni kontrol qilib turgan bo'lsa-mu, lekin BDT e'tirof qilgan davlat bo'lg'achqa talab qilsa, Rossiya va Xitoyning askar avatidiganligi ilgari surilgan. Xabarda 3500 Uyg'ur jihatchining Suriyaning Jisri Shug'ur shahri atrofida urush qilayotganligi tilga olingan. Xitoy Suriyaga harbiy paraxod va askar avatmoqchi. Livan axborot vositasi bo'lgan Al-Mastarning xabariga asoslanganda, o'tgan hafta Xitoy dengiz armiyasiga tabe bir paraxod Suveys kanalidan o'tib Suriyaga qarab mangan. Livan axborot vositasi bo'lgan Al-Mastarning xabariga asoslanganda, o'tgan hafta Xitoy dengiz armiyasiga tabe bir paraxod Suveys kanalidan o'tib Suriyaga qarab mangan. Ilgari Rossiyaning Suriyaga harbiy yordam berayotganligi oshkorlangan edi. Amdilikda Xitoyning Suriyaga harbiy mutaxassislarni avatganligi o'ttirga chiqdi. Mazkur agentlikning xabariga qaraganda, o'tgan seshanba kuni atigan Xitoyning bir harbiy kemasi Misrning Suveys kanalidan o'tib O'rta dengizga kirgan. Suriyaning O'rta dengiz bo'yidagi Laziqiya shahrida turishliq Arab armiyasidagi yuqori darajalik bir amaldorning bildirishicha, Xitoyning harbiy xodimlari va havodan yordam berish plani kelgusi bir necha hafta ichida Suriyaning Port shahri Tartusga yetib kelgan. Bu amaldor boshqa tafsilotlarni oshkorlamagan. Isroiliya harbiy istixborotini asos qilgan Debka fail to'ri Xitoyning Suriyaga aviamatga avatmoqchi bo'lganligidagi bir farazni o'ttirg'a qo'ydi. Aytilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping Amerika prezidenti Obama bilan ko'rishgan vaqtlarda Xitoy dengiz armiyasiga qarashli Liaoning CV-16 tiplik aviamatkasi Suriyaning Tartus portiga yetib borgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy tikuchar va paraxoddan boshqa yana 1000 atrofida askar avatadi ekan.
Aksaray'ın aldıda Xi Jinping'e karşı namoyish o'tkazildi. Xitoy raisi Xi Jinping'ning Amerika ziyarati asnosida Aksaray aldıda keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping'ning Amerika ziyarati asnosida Aksaray aldıda namoyish o'tkazildi. Namoyish 25 sentabr tushdan burun soat 11 da boshlangan bo'lib, namoyishga Uyg'urlardan boshqa yana Tibetlar, Falun Gongchilar, Xitoy demokratchilari va hatto Xitoyning Vyetnam dengizidan chekinib chiqishini talab qilgan Vyetnamliklar qatnashgan. Uyg'urlar Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Rabia Qadir xonimning boshchiligida namoyish qilgan. Ular qo'llarida ko'k bayroqlarni ko'tarib, Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'urlarga kishilik huquq, Xitoy Sharqi Turkistondan chiqib ket degandek shuarlarni to'g'lagan. Namoyish jarayonida bir qancha muhim tashkilotning rahbarlari matbuotlarga o'rtaq bayonot bergan bo'lib, Rabia Qadir xonim bayonot berib mundaq degan: "Bugun mushu izlagan millatlarning ko'z yoshi va erkinligi uchun bu yerga yig'ilganlarga, Xi Jinpingga o'zining noroziligini bildirish uchun kelganlarga va bu faoliyatni uyushtirganlarga rahmat. Xi Jinping bugun Aksarayda mehmon bo'ladi. Ammo u bu yerga kelishdan burun minglagan kishini turmaga qamab, nurg'un kishining joniga zamin bo'lib bu yerga keldi. Xitoy doiralari 2009-yildagi Urumchi qatliamida minglagan kishini qo'lga oldi. Yaqinda Xi Jinping nurg'un Xitoy kishilik huquq aktivlarini qo'lga oldi. U hatto barobarlik talab qilgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Xitoy doiralari 60 yildan buyon har xil shakldagi bostirish siyosatlarini yurgizib kelgan. Ammo Xi Jinping hokimiyat beshiga kelgandan buyon sudsiz o'lim, majburiy yo'qotib etishdek qonunsiz harakatlarning salmoqi texmi oshdi. Biz bugun Xitoy hukumatini Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullar va mayli Xitoylar bo'lsin, turmadagi barliq siyosiy mahbuslarni ozod qilishini talab qilamiz. Agar Obama hukumati bu qatim kishilik huquqni muhim masala qatorida o'ttirg'a qo'ymaydi ekan, u holda bu Xitoy hukumatiga bir yeshil chiroq yiqib bergan hisoblandi. Namoyishchilar Obama hukumatidan Xi Jinping bilan bo'lgan suhbatda kishilik huquq masalasini savdo va texnika masalalari bilan o'xshash muhim o'ringa qo'yishni chaqirgan. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi, shundaqla strategiya mutaxassisi Doktor Erkin Akram bilan suhbat ilib boramiz. O'zi hozir Anqarada bizga telefonda hozir bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Qanday ahvolingiz doktor, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingizlar yaxshimi? Allohga shukr, Allohga shukr. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, bevosita savol kerak bo'lgan hamda hammamizga ma'lum, sizmi yaqindan ko'rsatib kelyapsiz bu qatimqi Xitoy raisi Xi Jinpingning Amerikaga elib borgan rasmiy ziyorati nurg'un g'ulg'ul bilan o'tdi. Mayli Amerikada faoliyat olib borgan Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin yoki boshqa Xitoyga qarshi Falun Gong, Tibet degandeklarning bo'lsin ig'ir noroziligida o'tgan bo'ldi. Shundaqla Amerika bilan bu Xi Jinping bilan Obama'nın uchrashuvlaridimi va birlashma axborot e'lon qilish yig'inlaridimi qarasak, Obama'ningki so'zlari nihoyatda xil qattiq so'zlarni qildi Xi Jinpingga. Siz bu shu ziyoratni umumiy shaklda qanday o'qidingiz? Bu ziyoratni qanday ko'rdingiz shu Xitoy Amerika munosabatlariga? Bu shaxsiy fikringiz asam. O ziyoratninki shu Washington DC'deki ziyorat hem de iki devletninki arasındaki muhim bir görüşüş oldu. Hoş. Ama o seyahatildeki bu New York'taki Birleşken Devletler'deki yığını hem de o başkaça oldu. Yani hemisi özünün yolu öyle. Mesela seyahatildeki görüşler iki devletin arasındaki ticari, teknoloji, digendek bu iki devletin arasındaki münasebetini gösteriyor. Hoş. O normal bir münasebet. Yani üyede bir yenilik mi pek yok. Zaten bilinmeyen bir ahval. Ama bu Washington'daki görüşte bir yerde mühim iki mesele var. Hoş. Birisi şu siber xavfsizlik degan, şu Tor'daki xavfsizlik meselesi. Çünkü Amerika'nınki bazı ministerlikninki nurg'un şu məxfiyatlarni Xitoy tarafdan o'g'irlab olganligini, yani necha qatim ta'kidladi. Hoş. Ziyorat qilishning oldidami Prezident şu Obama mı? Eğer de Xitoy yana shuni to'xtatmasa bu hujumni, Hoş. biz onun qarta bir qattiq tadbir olamiz debmi ifoda qilgan. Shuni bu da ama şu meselede ikki taraf pek bir-birisi bilan pek tushunishi bo'lmadi. Yani bir yerga kelishgandek bo'lmadi. Bu mesele ahırlaşkan bir meseleye aylanmadı. Yani
o mesela iki tarafta bir kilişimge imza kılış lazımdı. Hoş. Bunu yalnızla bir beyan bilerle ötküzüvetlende. Demek ki bu mesele talaş tartış devam kılıdı da oylanın. İkinci bir mesele olsa şu Cenab-ı Xitay deniz meselesi. Bunu 2010'dan beri Amerika rayondaki devletlerge uçuk digen. O rayondaki şu deniz yolununki havfsizliği o rayondaki devletlerinin menfaatine boğandek hem Amerika'nınki menfaati de ilan kılgan. Hoş. Şununla bir yerde rayon bu devatkan bu rayonlar yüzününki bir deniz seversi de oylavatıdır. Ve şundakma tekslavatıdır. Hoş. Çünkü 1947'de İkinci Dünya Uğraşı'ndan keyin Xitay deniz çigrasını sızgan vaxtida sızıp aptike bu sızlıkni. O 9 sızlık deydigan bir sızlık var. O 9 sızlıkka qaraydigan bolsa, hemmesi şu başka devletninki işini aldığıyla sızgandekler görünüyordu. Mesela Filipin desek, Filipinninki aldıdırlar sızganken, Endonezya, Malezya digendek ülkeler, Vietnam digendek devletler ki yıkını da ötevardı. Bu 84'teki deniz kanununa kargancadı yani bu halkara bir kanun. Bunda bir peytte iki devletin arasındaki bu denizine sızık sızgamakta da, çıgra sızgamakta da otturdan sızış lazım deydi. Xitay'da yok ben bu şu denizcilik kanunu otturu çıkmamakta da ben bu yemini gitti. Tarihten beri bu yemini gitti. Bizden tarih eserlerde bir yer şu Xitay'ı tevhede bir yazıklık. Yani tarihteki Xitay ile bugünkü Xitay'ın arasında hem şekil cetten hem mahiyet cetten farklı. O emperyallik bu hazır cumhuriyet hem de okşamaydı. Şunda olsun Xitay bu tarihi menbege taynıtılıp o rayon bizden hep Çin turuvalı vardı. Hem de bununla karşı hem de Filipin'deki, Vietnam'daki başka devletlerime Çin takabül turuvadı. Bir de Amerika bir yere kol sağlandığı için bir yerindeki ahvalı bağlantıları ciddileşiyordu. Yani kendi bu deniz rayonu. Hoş. Hem de bu meselemi bu dakika görüştüğümü halvaga emesemdi. Bu mu bir neticelenmedi? Yani bu meselemi kergisiye karşı hele bir devam kıldığım dek durdu bu görüşçüler. Bununla birlikte başka mesela İran'ınki bu yadro meselesi, Şimali Kore'ninki meselesi, Suriye'deki meselesi, digendek mi şu rayon karakterlik meselelerde mi bu görüşte müzakere kılındı ama onunla mı bir netice çıkarılıyor? Yani işte devletinki şu ticari münasebeti ben sırf nurgun meselelerde bir ortak göz karışka ilgi bulamı demdi. Onda jığıp gelgen çağda Xi Jinping'in Xitay ziyareti belki de en başta bu ziyaretten evvel değilgendek onda moyum, onda nazik, onda sürprizdeydi. Yenilik yartıdı digendek bu mu da? Köptün köp rahmet nayet yaxşı içip aydınız doktor. Köptün köp rahmet. Ben rahmet eytimez. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Xi Jinping'in ayol başlıklar yığınıga riyasatçılık qilishi qattiq ayıplandı. BDT baş ştabida o'tkazilgan Dünya ayol başlıklar yığınıga Xitoy raisi Xi Jinping'in riyasatçılık qilishi ve yığında echilish so'zi qilishi qattiq norozilik qo'zg'adi. Kishilik huquq tashkilotlari ayollarning huquqini bostirayotgan Xi Jinping'in bu yığınga riyasatçılık qilishi dunyoga nisbatan numus deb ko'rsatdi. BDT baş ştabida o'tkazilgan Dünya ayol başlıklar yığınıga Xitoy davlat raisi Xi Jinping'in riyasatçılık qilishi ve yığında echilish so'zi qilishi norozilik inkoslarini qo'zg'adi. Kishilik huquq tashkilotlari ayollarning huquqini bostirayotgan Xi Jinping'in bu yığınga riyasatçılık qilishi dunyoga nisbatan numus deb ko'rsatdi. 27 sentabr yakshanba kuni Xitoy va BDT birlikda uyushtirgan ayollar yığınıga Xi Jinping riyasatçılık qilgan. Yığınga 70 dan ortiq davlatning davlat rahbarlari va hukumat boshliqlari qatnashgan. Lekin Amerika prezidenti Obama qatnashmagan. Yığın başlanışdan burun Xi Jinping va BDT bosh kotibi Ban Ki-moon echilish so'zi qilgan. Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa rayonlarida o'z haq-huquqlarini qo'g'diganligi sababli nohaq turmalarda yetayotgan ayollarni o'z ichiga olgan millionlagan kishining borligiga qaramasdan Xi Jinping Xitoydagi ayollar huquqiy ahvolining yaxshi ekanligini aytgan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning ayollarga qaratgan ziyonkashligini aybladi.
Bulupmu Xi Jinping hakimiyet yürgüzgenden buyan texmi ko'p ayol siyosiy mahbuslarning turmaga qamalganligini ko'rsatdi. Bir qism mutaxassislar Xi Jinpingning mundaq bir sorunda so'z qilib yolg'on aytishi dunyoga qilingan bir haqorat deb qarashdi. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi va hozirgi prezident saylimi nomzodi Hillary Clinton Xitoyda ayollar huquqiy faoliyatchilarining qo'lga elinish xotirasining nachar ekanligini ko'rsatib, Xitoyning so'zi bilan harakatining birdek emasligini aybladi. Xi Jinpingning Amerika ziyaratidan burun Amerika Xitoyda tutib turilayotgan 3 ayol faoliyatchini qo'yib bilishni talab qilgan. Halbuki Sharq Turkistonda dunyo axborotlariga oshkorlanmagan necha 10 minglagan ayol nohaq turmaga qamalgan ham qamalmoqda. 22 sentabr Amerikada davlat ishlari ziyoratini boshlagan Xi Jinping 27 va 28 sentabr kunlari BDT bosh shtabida ziyoratda bo'lib, bir qator faoliyatlarga qatnashgan. Biz bu vaqtda Dünya Uyg'ur Qurultiyi muavin raisi Ömer Qanat apandim bilan maxsus suhbat elib bordik. Assalomu alaykum, hurmatli Ömer Qanat apandim. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Men rahmat aytaman. Hurmatli Ömer Qanat apandim, 25-yillardan boshlab Xitoy raisi Xi Jinping Amerikada ziyorati bo'ldi va Amerikada faoliyat elib borayotgan, ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultiyi boshchi bo'lish bilan boshqa Xitoyga qarshi nurg'un tashkilotlar bu Xitoyning bu ziyoratiga qarshi albatta nurg'un faoliyatlarni elib bordinglar, namoyish bo'lsin. Oldi bilan men savolimni shu Obama Xi Jinping uchrashishida Tibet masalasiga o'xshash Uyg'ur masalasini ochiq kun tartibga keldimi bu ziyoratda? Shundan boshlab olsam sizdan. Albatta nimani ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Xi Jinping bilan prezident Obamaning birlikda Oqsaroyninki boshchisida o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida. Xo'sh. Bu muxbirlarni kutib olish yig'inida shu Xi Jinpingninki yanida turib Obama o'zi bu masalalarni, kishilik huquq masalalarining ochiq kun tartibiga kelganligini va o'ttirib qo'yganligini va Xitoy hukumatiningki bu osonlik millatlarga u yerda yurgizayotgan siyosat to'g'risida bu masalalarni o'ttirib qo'yganligini, buningdan Amerikaning bearam bo'lganligini va shuningdek Amerikaning dastigining u yerdagi shu erkinlik, kishilik huquq, inson haqlari uchun faoliyat elib berayotgan faoliyatlarga bo'lgan dastigining tavranmas ekanligini ta'kidlaganligini Xi Jinpingning oldida turib aytdi. Buning qaraganda albatta bu Obamaning Xi Jinpingning yanida turib bu masalalarni ochiqcha o'ttirib qo'yganligi ifodaligini qaraganda Uyg'ur masalasi osonlik millatlar masalasi doirasi ichida tilga ilingan gap. Tibet albatta Tibetni oshkora tilga oldi. Tilga ilib bu Tibet gerçi Amerika hukumatining Xitoyning tuproq butunligini e'tirof qilsa-mu va Tibetni Xitoyning bir qismi deb e'tirof qilsa-mu, lekin Tibet xalqining milliy kimligi, madaniyati va tili va dinining qo'g'dinishi to'g'risida Amerikaning davomliq va buni qo'llaydiganligini va qo'g'dinishi kerakligini ifodaladi va Xitoy hukumatining Dalay Lama bilan ko'rishishi kerakligini ta'kidlaganligini bildirdi. Hamda bu Tibet masalasiga o'xshash Uyg'ur masalasining buni albatta prezident Obama yuzlagan muxbirning oldida, xalqaro jamoatning oldida shunda ifodaladi. Ya'ni Xitoy bu masalalarningki o'tirib qo'yilganligini. Xo'sh. Tibet masalasining ochiqcha tilga ilinib, Uyg'urlarning albatta ochiqcha tilga ilinmaganliginingki albatta nurg'un sabablari bor. Birinchisi bu Uyg'ur masalasi Tibet masalasiga qaraganda hozir Xitoy uchun nayte sezgur bir masala. Nayte ciddi bir masala va Xitoy bu masalani, Uyg'ur masalasini o'zininki ajallik manfaati deb qaraydi va Uyg'ur masalasini o'zining milliy bexatarligiga va tuproq butunligiga bir tahdid masala deb qarag'ashqa boshqa davlat rahbarlari bu masalani ochiq xalqaro jamoatning oldida ochiq tilga ilishdan biroz tatindi va Xitoy hukumatining balki bir talabi bo'lishi mumkin bu masalalarning Uyg'ur masalasining ochiq ifodalanmasligi to'g'risida. Chunki hamda
nurg'un siyosatchilar bizga dedi, Amerikalik siyosatchilar şu Xitoy rahbarlari bilan bir ustalda o'tirib, bu masalalarni ko'rishgan siyosatchilarning aytishicha, Xitoy hukumatı Tibet masalasini haqida so'zlangan chaqda hech qanday ifoda bildirmaydi deydi. Xitoy hayotlari, Xitoy rahbarlari uni anglaydi degan gaplarimizni Tibet haqida, lekin Uyg'ur masalasi kelgan chaqda bu birdilla u yerdagi ustaldagi u havo o'zgaradi, bularning rangi tatiradi, naytin nervinlaşıdı, nayda açık kepkidi deydi Xitoy hayatining, Xitoy rahbarlarining. Bunun ki nimasi sababini bayan aytgandek, Tibet meselesi, Tibet Dalai Lama'mı o'ttir yo'l deb bir yo'lni tanlab, bu o'ttir yo'lning ki nimasi texmo oyliqqa ojizlashib, nega bor desanglar, hozir Xitoy hukumati, nima Tibet hukumati, hozir sürgün hukumati Xitoyninki mushu tuzumi ostida bir avtonomiya talab qilib, shu Xitoyninki qonunlari doirasi ichida yashashga tayyor ekanligini, Tibetning Xitoyning bir qismi bo'lib, shu Tibet nima Xitoy territoriyasi ichida shunda yashashga tayyor ekanligini, buni qabul qilganligini ifodalamoqda. Xo'sh. Ammo Uyg'urlarning bo'lsa, talibi uningdan yuqori va u yerda vatanning ichida bo'layotgan kurashmi uningdan nayt üstün bir seviyede ilip berilayotqaşqa, nurg'unlagan qon to'kilayotqaşqa va qurolliq to'qinishlar maydon kelayotqaşqa, bu Xitoy hukumati bu Uyg'ur masalasiga nayt jiddiy qarab, buni nayt o'zi uchun bir tahdid deb qarayotdi. Shuningga boshqa davlatlarmi bu masalani ochiq ifodalashdan biraz tortinyapti. Xitoyda 14 o'rinda zanjirsimon portlash voqeasi yuz berdi. 9-ayning 30-kuni va 1-oktyabr Xitoyning janubidagi Guangzhou o'lkasida 14 o'rinda jami 18 qitim zanjirsimon portlash voqealari yuz berib, az deganda 7 odam o'lgan, 50 dan ko'p odam yaralangan. 9-ayning 30-kuni, ya'ni Xitoyning davlat bayramidan bir kun burun Xitoyning janubidagi Guangxi o'lkasi Liucheng nahiyasida 13 o'rinda 17 qitim arqama-arqa zanjirsimon portlash yuz berib, az deganda 7 odam o'ldi, 2 odam yo'qolib ketdi. 50 dan ko'p odam yaralandi. Portlash Talla bozori, doktorxona, turma, hukumat binosi, bekat, ko'ktat bozori qatorliq o'rinlarda yuz bergan. Vaqadan keyin aholilar yana 60 dan ko'p gumonliq posilka tepib olib, soqchilarga topshirib bergan. Soqchilar yaqinda topshirilgan posilkalarni ochmaslik to'g'risida uqtirish chiqargan. Vaqadan keyin Xitoyning Xinhua qatorliq axborot vositalari bu qadimgi voqeaning jinoiy ishlar delosi ekanligi to'g'risida xabar berdi. Xabar qilinishicha, shu yerlik 33 yoshli Wi familiyalik Xitoy jinoyat gumondori deb qaralgan. Portlatish hujumi elib berish sababi haqida ma'lumot berilmagan. 30-sentabr 17 o'rinda portlash yuz berib, bir kun keyin, ya'ni 1-oktyabr soat 8 atrofida Liucheng nahiyasida yana portlash yuz berdi. Bu qadimgi portlashda bir aholilar o'ltiroq binosi ziyon uchirgan bo'lib, portlashdan kelib chiqqan xish-kesak parchalari bino oldidagi tosh yo'lga uchib chiqqan. Bu 2 kun ichida Liucheng nahiyasida yuz bergan 18-qitimliq portlash bo'lib, uningdan burun yuz bergan 17 qitimliq posilka portlashida hozirga qadar 7 odam o'lib, 52 odam yaralangan. Egallanishicha, bu qitimqi portlatish delosining gumondori odam yollab tez yo'llanma posilkalarini yetkazish shaklida portlatish hujumi elib borgan. Nurg'unlagan tez yo'llanma posilkalariga qachlangan portlatish qurilmalari portlagan. Buningga asosan doirlar buni terrorlik emas, balki jinoiy ishlar delosi deb bekitgan. Nahiylik pochta idora tarmoqlari 10-ayning 3-kunigacha pochta yo'llanmalari avatishni to'xtatish to'g'risida uqtirish chiqargan. Yaqindan buyon Xitoy o'lkalarida ximiya sanoat zavotlari portlash, o't ketish, odam jalash qatorliq hodisalar ko'payib qolmoqda. Lekin Xitoy doirlari Tianjindagi cho'ng portlashni o'z ichiga olgan har qaysi voqealar haqida qoyil qilarlik izohat berilmay keldi. Rossiya parlamenti Suriyaga askar avatishni tasdiqladi va Rus aeroplanlari Suriyada bombardimon elib bordi. Rossiya parlamenti prezident Putinning talabini tasdiqlab, Suriyaga askar avatib Asad hukumatiga yordam berishga qo'shildi. Qonun taklifi ma'qullanib, bir qancha soat o'tgandan keyin Rossiya kurashchi aeroplanlari Suriyada Asadga qarshi urush qilayotgan muxoliflarni bombardimonga tutdi. Rossiya parlamenti bilet tashlab ovoz berish orqali prezident Putinning talabini tasdiqlab,
Suriyaga askar avatib islom davlatiga qarshi turayotgan Asad hukumatiga yordam berishga qo'shildi. Rossiya hukumat bayonotchisining davlat televiziyasiga bildirishicha, Suriyada Rossiya havo armiyasini ishiltish to'g'risida bilet tashlash elib berilgan. Egallanishcha yaqinqi bir qancha haftada Rossiya Suriyaning shimoliy qismiga bombardimonchi aeroplan, reaktiv aeroplan, jet va quruqliq qismlarini avatib, Suriyadagi harbiy kuchini oshirgan. Putin dushanba kuni BDT cho'ng yig'inida so'z qilganda Rossiyaning Suriyada kun sayin muhim rolini joriy qildirayotganligi haqida to'xtalgan. U Suriya prezidenti Asadning terrorchilar bilan yuzma-yuz turib jang qilayotganligini, uning bilan hamkorlashishni rad qilishning cho'ng xatolik ekanligini aytgan. U yana G'arbning Suriyadagi mo'tadil qurolli kuchlarga yordam berganligini tanqid qilib, ularning islom davlati bilan bir saf turadiganligini aytgan. Havo hujumi Rossiya parlamentining ustun qanti tarafidan chet elga qo'shin avatish qonun taklifi ma'qullanib, bir qancha soat o'tgandan keyin elib berildi. Kreml saroyining mas'uli Sergey Ivanov Rossiya askarlarining bundan keyin Suriyada elib beriladigan havo hujumlarida vazifa o'taydiganligini, bu talabning Suriya rahbari Bashar Asaddan kelganligini jakarladi. Rossiya davlat mudofaa ministrligi Suriyaning Homs shahrida terrorlik tashkiloti Daesh qarshi 2 qatim havo hujumi elib borganligini, bu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlariga ma'lumot berganligini jakarladi. Amerika taraf bo'lsa Rossiyaning havo hujumlarida Daeshni emas, balki Daeshning sirtidagi nishonlarni bombardimon qilganligini ilgari surdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qonun taklifi parlament tarafidan ma'qullangandan keyin bergan bayonotida Suriyada terrorlik nishonlariga mudofaa hujumlari elib boramiz degan edi. Putin Rossiyaning Bashar Asadga faqat havo hujumlari jihatda yordam berish bilan cheklanganligini, Moskvaning Damashqqa quruqliq armiyasi qismlari avatmaydiganligini ta'kidladi. Bu hujumdan keyin Turkiya Cumhur Raislik saroyi muavin bosh kotibi Ibrohim Qalin Rossiyaning Bashar Asad hokimiyatiga ochiq oshkora holda yordam berishining xalqaro jamiyatning diqqatini Rossiyaning Ukraina va Qrimdagi harbiy faoliyatlaridan boshqa yoqqa burib etishni nishon qilganligini bildirdi. Ibrohim Qalin Daily Sabah gazetida yozgan "Qonxo'r zolimni emas, aksicha mazlum Suriya xalqini qutuldirib olinglar" sarlavhalik maqolasida Rossiyaning yaqindan buyon Daeshni yo'qotish nomidan Suriyadagi harbiy mavjudiyatni kuchaytirishi va Suriya rahbari Bashar Asadga yordam berishining yangi bir siyosiy talash-tartish to'lqini va diplomatik uchrashishlarning ko'payib ketishini keltirib chiqarganligini eskartdi. Falastin bayrog'i Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosiga qadaldi. Falastin davlat bayrog'i Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosiga oxiri qadaldi. Bayroq tiklash marosimiga nurg'un davlatlarning raislari qatnashdi. Turkiya ovozi radiosi xabarining bildirishicha, Falastin bayrog'ini qadash marosimi arafasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi yig'ini doirasida nutq so'zlagan Falastin davlat raisi Mahmud Abbas, nishonimiz butkul dunyo jamoatchiligining diqqatini Masjidi Aqsodagi o'zgarishlarga burash dedi. Isroilning 1993-yilda hosil qilingan Oslo ahdnomasi va boshqa kelishimlarga rioya qilmaganligini eskartgan Abbas, Isroiliya qonunsiz o'ltiraq rayonlar barpo qilishni to'xtatmagan va falastinlik tutqunlarni qo'yib bermagan taqdirda buningdan keyin Falastinning kelishimlarga rioya qilmaydiganligini bildirdi. Mahmud Abbosning nutqidan keyin Falastin davlat bayrog'ini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosiga qadash marosimi o'tkazildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti markaz binosining oldida o'tkazilgan marosimiga Turkiya bosh ministri Ahmet Davuto'g'lini o'z ichiga olgan nurg'unlagan davlatlarning rahbarlari ishtirok qildi. Shuning bilan Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lida muhim bir qadam tashlangan bo'ldi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'an Falastin davlat raisi Mahmud Abbosga telefon qilib, Falastin bayrog'ining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosiga tiklanishining o'zini cheksiz hayajonga cho'mdirganligini aytdi. Turkiyaning davomli Falastin xalqini qo'llaydiganligini ta'kidlagan Erdo'g'an, islom davlatlarini o'z ichiga olgan butkul xalqaro jamiyatning Falastin bayrog'ining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida larzon lapildishidan to'limi xursand ekanligini eskartdi. Erdo'g'an bilan Abbosning telefon uchrashishida yana rayonlik masalalar muzokara qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.